Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Inshaalloh yana bitta oshxona mebelimizni o'rnatib oldik. Bu mebelimizni o'zimizdan Andijon viloyati Chem mahallasiga o'rnatib berdik. Xo'p, azizlar, bu oshxona mebelimizni avzorini sizlarga tanishtirib beramiz. Xo'p, avzorini bundan boshladik. Balandligi, uzunligi, nimalarni joylashtirib berganmiz. Ularni sizlarga ichib tushuntirib beramiz. Xo'p. O'ng tomonimizda shkafi. Bu tomonda mana shkafdan keyin moyka doimiy holatda mana gaz bilan moyganamiz. Rабочий stol, gaz, bitishga o'rab ketganmiz. Bu yoqda mana katta rабочий stol. Xo'p, ishimizni uzunligi 380 joyga joylashgan devorlar, shu devorgacha balandligi 220 ga ko'tarilganmiz. Gazimizdagi elektr duxovkaga joy berganmiz. Portmonlarimizni joy berganmiz bu yerda. Bitta mo'gina bu yerda Ariston joy berganmiz. Azizlar, shu Aristondan aytib o'tamiz. Shu Aristonni qo'yishdan oldin shu usta bilan maslahat qilgan holatda qo'ysanglar, shu keyinchalik o'g'irchilik bo'lmaydi. Past-balandlarini aytib o'tib ketamiz. Shu tepada 220 dan pastroqqa o'rnatsanglar, 2 metr atrofiga o'rnatsanglar, shu balandligi 2 metrga. Shunda Aristonni o'rab ketish osonroq bo'ladi. Xo'p, bundan keyin mana bu mexanizmlarda shu idishda teradigan shu shulkamizni o'rnatib berganmiz. Bunda buni qulayligi eshikni bunaqasiga ochib bu yerga o'rnatilgan bo'laveradi. Bunda eshik yo'q bo'lmaydi-da, yoqqa harakat qilsa bo'laveradi. İdishda yonida bunaqa eshiklari bor. 3 etajdan polkasi. Tortmalarimiz bor, davchi, barchasi. Askacha davchi. İşimiz materialiga keladigan bo'lsak, azizlar, materiali stolesnitsasi, rossiyskiy stolesnitsa, eshiklarimiz akril, korpuslari rossiyskiy marka, eshik chekalari rezinli provoktировкamiz, ikkili boyaqari bo'ldi. O'sha korpusning eshiklarimizni vakuumga ishlantirdi, o'zi davchi u ham yoqda o'zi tortib yoqib qoladi. Xo'p, ishimizni kafellarini ham chiroyli qilib o'ziga joylashtirib berganmiz. Shu yopishgan holatda o'ziga qotirib ketganmiz. Xo'p, aynan ishimizni ko'rish shu bo'ldi. Kimgadir shunaqa chiroyli oshxona mebellar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, telefon nomerimizni video ostiga qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kamchilik savollar bo'lsa, kechirim so'raymiz. Telefonda nima so'rash kerak bo'lsa